Assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatuvchilar. Ko'rishingiz mumkin, yana bitta Fayzli xonadonimizga penalon bosqigan kelganmiz. 309 kvadrat chiqdi tomimiz. İşimizni boshladik. Gipslarni tepaga ko'tarib, xudo xolasa hozir tepadan ham bir chiroyli video qilib ko'ramiz. Gipslarni, semenlarimiz talda tortyapmiz tepaga. Tepadan ham video qilib ko'rsataman sizlarga. Tepaga ham chiqib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Tepamizda shunaqa katta joyimiz bor. Bu joyimizni o'zi 160 kvadrat chiqdi. Materiallar qoqib tayyor qilganmiz. Tagiga vassa qoqilgan cho'rni. Tagiga solinadigan materiallarni ham ichida bonus qilib qo'yib qo'ydik. 35 mingdan 45 minggacha vodiy bo'ylab 80 kvadrat, 60 kvadratdan qo'yamiz. Undan kamini sapilish kelishilgan holatda qo'yamiz. Bu avtomobil sal ozroq kichkina bo'lgan darvozaxonamiz. Bu darvozaxonamiz 80 kvadrat chiqdi. Yana bu yerda bir 60 kvadratcha orqa tomonda bor. Aylana atrofi uy bo'lgan. Bachoylarda suvlarimiz, bolalar uchun tayyorgarlik ko'rib boshlashyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hamisha duoda bo'lib tursanglar. Kim uyini loydan maspenadan qiladigan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqib zakaz beraversa. Mana aylana atrofi uy bo'lgan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hozir quyilish jarayonlarini ham bir qator video ko'rsatamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Biz ishni boshladik. Mana gipslar solindi. Gips sement solindi, xudo xolasa. Aralashtiryapti. Aslarga quyilish jarayonini bir qator Ana bismillahirrohmanirrohim deb biz ishni boshladik. Ko'rishingiz mumkin, birinchi faqirda qo'yiq to'kib, teshiklarni yamab olib, keyin bochkada 10 tarib ketilaveradi. Bu yerga 8 sm ga zakaz olganmiz. Bu yer Farg'ona viloyati Quva tumanida ishimizni olib boryapmiz. 309 kvadrat tomimizga. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali video davomida ko'rasizlar qanaqa chiroyli chiqishini. Mana biz ishimiz davom etmoqda. Mana mashinaga 80 kvadrat joyimizni 1 soatda xudo xolasa bolalar qo'yib bo'ldi. 8-10 sm yegan joylari ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Davom etamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.